Uyghur ayındaki nopusluq jurnal Şinjan Medeniyetining bosh muharriri Qurbon Mamutning Amerikadagi o'g'li Bahram Sintash yaqinda dadasining 15 yillik kesib o'tilganligi haqida uchragan. 2022 yılı 2. ayda bir hadam bor vatanda, bir qo'saq adam. Shu menga dadamni hozir 15 yillik kesdi jazo muddatini doktorxona turmida o'tayotidi degan mush uchur ekan. Bunun boshqa uchur yo'q. Qadam mushunlam yetkazib qo'yishni so'rabdi. Qurbon Mamut Uyghur ayındaki mashhur shaxslar ichida uchur elinish qiyin va intayin cheklik bo'lgan mahkumlardan biri. Uning o'g'li Bahram Sintash 2017 yildan buyon dadasi bir guvohlik bayonoti berish, axborot ziyoratini qabul qilish, ahvolni aloqador organlarga ma'lum qilish qatorli shakllarda uning izdirkini qilib boqqan bo'lsa-mu, bu urinishlarning asosan degidek natijasi bo'lmay kelgan. O'tgan yil Rabbimiz tarafidan ilib berilgan telefon ziyoratlari davomida Qurbon Mamutning bir xizmatdoshi uning tutqunda ekanligini oshkorlagan. 对对对，是去文化馆。我们想了解一下这库尔班马木提的情况，这新疆文化杂志总编辑。他现在情况，他现在不在，但他已经退休了。然后后面的情况可能你们知道了，他现在已经不是，他现在是属于是在收押人员嘛。Urum shahridagi bir davlat tomonliq atrot xodimi Qurbon Mamutning kesim muddati haqida xabar borligi, ammo rahbarlardan ruxsat olmay turib, bu vaqt uchur berolmaydiganligini bayon qildi. Sizlar Şinjanlik radio stansiyasidagi atrofiga shu tavallikka mas'ul shundaqmi? Qurbon Mamut degan odam qanchalik kesilgan bo'lishi shunaqa. Şinjan Medeniyet jurnalining bosh muharriri. Xabarim bor, lekin endi xabarim yo'qdan bo'lmaydi degan men ustining ruxsatini elib turib, har qanday savollarga javob bersam bo'ldi. Har qanday telefon orqali nimani asla o'rlashtirgan ekan, aynan biz telefon qilishni qabul qilsak bo'ldi degan gap. Ma'lum bo'lishicha, doirada 2017 yildan keyingi cho'ng tutqunda tutqunlarning ko'pinchasini nopus qayadan bo'lishidan qat'iy nazar o'zi tug'ilib o'sgan yurtidagi lagerlarga yo'llagan bo'lsa, yana bir qismining sud uchurlarini asli yurtidagi soqchixonalarga ma'lum qilgan. Shunda Qurbon Mamutning kesim muddatini aniqlash uchun uning yurti bo'lgan Qushchadagi bir soqchixonaga telefon qildik. Qurbon Mamutning qarindoshlaridan Ahmad Mamut bilan Nurnisa Mamutning farzandlari o'ltirishliq 7-rayon tavalliklik soqchi xodimlaridan biri Qurbon Mamutning 15 yillik kesilganligidan xabar borligini oshkorladi. Sizma 7-rayondagi soqchi shundaqmi? Qushcha bozorchiligi. Abdurim Ahmad, Ömerci Ahmad degan bolaninki oilasidan jami qancha kishi kesib ketganlik hozir. Qancha kishi tarbiyalashda shuni bilgin bo'lamdi, shunda bilalamsiz. Ularniki ayol tarafdan urug'lardan qo'yman, shu siyosiyadan xatolashganlar emasmi? Bundan cho'ngdasi Qurbon Mamut qanchalik kesildi? 15 gan. Shu siyosiy chetlab kesilganlar. Shu hukm sizga kelgan qancha vaqt bo'ldi? Bo'ldi. 2 yildan yo'q yetdi. Qayerda ekan hozir? Qayerda jazosini o'tkazasiz? Qolgan ayibni qanday chiqdi o'qimaganlik endi urug'lar bilan o'qigan joyda Telefonimizni qabul qilgan Urumchi o'ttir sud mahkamasi xodimi Qurbon Mamutning 15 yillik kesilganligini dalilladi. 您好，欢迎致电中级人民法院，如为案件说私情，会陷我于不义。 Ama Urumchi o'ttir sud mahkamasimi? Qurbon Mamut qanchalik kesilgan bo'ldi? Şinjan Medeniyet jurnalidagi bosh muharriri. To'g'ri shu so'rabga qaytirgan bo'lamdi. Arxiv qarab baqsangiz bo'ldi-ku. Bu xizmatning qulamog'ini uzoq bo'ldi emasmi? Ams esingizda bor nima? Qanchalik kesildi? 15 yillik deb anglaganman. Ammo u xizmat o'rniga yangi ekanligini bildirib, uning qaysi turmada jazo muddatini o'tayotganligini deb bermadi. Jurnalist Qurbon Mamut haqida Amerikadagi o'g'li Bahram Sintash kelgan uchurda uning doktorxona turmusida ekanligi bildirilgan, ammo buning qanday bir o'rin ekanligi izohlanmagan. Bu dadamni hozir 15 yillik kesdi jazo muddatini doktorxona turmida o'tayotidi degan mush uchur ekan. Bunun boshqa uchuri yo'q. Bahram Sintash dadasining yashnab qolganligi, jazo muddatining uzunligi va dadasi bilan qurdosh mahkumlarning beshiga kelgan talofatlarni ko'z tutgan holda dadasining navbatdagi salomatlik ahvolidan qattiq andish qilayotganligini bayon qildi. Dadamningki shu doktorxona turma degan o'rinda turayotganligi ham dadamning 15 yillik kesilganligini anglagan ekan, mening dadamningki ahvoliga bo'lgan andisham nihoyat kuchaydi. Dadam 72 yoshlik bir yashagan kishi. 15 yillik jazo muddati tamomlanganda dadam 80 yoshlik bir mo'ysbit qaylanadi. Angacha dadam 15 yillik jazo muddatini saq hayot turmadan chiqamamdi. Bunisi menga noma'lum. Turmaning sharoiti ham uyadagi qiyin qistoq haqida nurg'un xabarlarni anglayapmiz. Ilgari telefonimizni qabul qilgan Qashqardagi bir lager soqchisi Qashqarda tunji qurilgan bir lagerning keyincha mahbuslar davolanadigan o'ringa o'zgartirilganligi
u mahbuslarning salomatligida masala ko'rilsa mushu doktorxonada davolanganligi hargiz oilasi qaytarilmaydiganligini oshkorlagaydi. Egara pula qo'yib qolsa konsultation deb bir o'rinda biz bor salomatlikka fikr o'rnida bu masalada maktabga o'xshash o'rin shularga yetkazib turaqlashtirgan yozi ankizi chiqib maktabda aylanib qilgan. ilgari Urumchi Ludovan turmusida 1,5 yil jazo muddatini o'tab chiqqan navbatda Norvegiyada yashayotgan faoliyatchi Abduvali Ayubning faraz qilishicha navbatda turma va qamoqxonalardagi yashanganlarning ahvoli texmi og'ir bo'lib ular besib o'tgan hayot yo'lining uzunligi sababidan turmada ulardan atalmish jinoyatlar ko'p topilgan va ko'p so'roqqa tortilgandan boshqa yana yoshlarining cho'ng salomatligining nachar bo'lishi tufayli navbatda turma va lagerlarning yotoq va tamoq sharoitlaridagi nacharlikqa bardoshlik bera olishi mumkinsiz ekan. Endi bu yashanganlardan tugab ketganlar bo'ldi. Masalan, bu Mirzoid Kerimi rahmatlikmi tugab ketdi qamoqxonada. Ondan Oysham Ahmad Qumulliq yozuvchi. Undan boshqa Abdulmut Damullam, Abdulmut Abdullah. Undan boshqa Mehmet Salih Damullajimning qamoqda tugab ketganligi xabar qilindi. Bahram Sintoshmo Xotamdagi yozuvchi Nurmuhammad To'xti qatorliq dadasi bilan dematlik mahbuslarning turmada jon uzganligini eslaganda o'zini vahim bosadiganligini eskartdi. Masalan, Uyg'ur ziyolilarining ichida dadamning yaqin og'inisi bo'lgan Nurmuhammad To'xti. Bu kishi 2019-yili tutqundan keyin shu qayta tarbiyalash o'rnida hayotidan ayrilganligi haqidagi xabarni o'qidim. Xalqaro taratqularda bu haqida keng xabar berildi. Shu dadamning og'inisi, dadam bilan qurdosh yashangan Uyg'ur sarxillarininki tutqundan keyin hayotidan ayrilganligi xabarini anglab turyapmiz. Şu dadamninki bu tutqunda hayot chiqarmaslik men uchun eng cho'ng bir savol, ham mening andishamni eng kuchaytirgan mesele hazır bu şu. Abduvali Ayub Uyg'ur tashkilotlarini turma va lagerlardagi yashangan mahbuslar haqida maxsus tizimlik to'g'izib, xalqaro jamoat fikrining kun tartibiga kelishga da'vat qildi. Shu muajiratdagi kishilik huquq tashkilotlaridan shu yashanganlar masalasiga alohida ko'ngil bo'lishni bo'libmi? 70 yoshdan oshgan Uyg'ur tutqunlarga alohida bir harakat qilishini bu vaqtda har qaysi davlatlarni, har qaysi kishilik huquq organlarini, ondan BDT'ninki yashanganlar komitetini harakat keltirishni umid qilaman.